Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari belgilanishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari belgilandi. Og'ir mahallalarda kichik quyosh elektr stansiyalarini barpo etish orqali kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Og'ir mahallalarga daromad keltiradigan aktiv sifatida 300-500 kWh quvvatdagi kichik quyosh elektr stansiyalarini ishga tushirish hamda mazkur loyihani moliyalashtirish uchun tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan 110 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilishi qonunchilik hujjatlarida belgilangan. Qarorga ko'ra, bir oy muddatda quyidagilarni nazarda tutuvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori loyihasi kiritilishi belgilandi. Kichik quyosh elektr stansiyalarini barpo etish ishlarini qonunchilikda belgilangan tartibda loyihalashtirish, davlat ekspertizasidan o'tkazish, tender asosida pudrat tashkilotini aniqlash hamda qurilish-montaj ishlarini tashkil etish, kichik quyosh elektr stansiyalarini foydalanishga qabul qilish hamda boshqarish, kichik quyosh elektr stansiyalaridan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini sotishdan tushgan mablag'larni taqsimlash. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.